Voy Xudoyim, mana idish tovoqlardan o'zingizni sevishga hayotda vaqt bo'lmaydi-da. Yana psixologlar o'zingga vaqt ajratib, o'zingni sevdingiz. Nima bila, ular uyda odamlar oshqozon ishlamaymi? Bizlarda har kuni katta tovuq chiqadi. Yechakda ishlagandan keyin, tekin ishchi bo'lgandan keyin kunda nasib tashlaydi, kunda tozalaysan-da. Qaratchi bir kun televizorda ko'rib qoldim-da, shu shunaqa narsa bizga hech duch kelmaydi. Shunaqangi boy ota bo'ladi-da, hamma bolasiga, "Ma bolajonim, bunida mana boylik senga" desa, "Uni kerak emas" dedi. Tom ketganmi? Menga ber shu narsani. Qizlarga shunday millioner erlar chiqib qoladi. Men har balani podarka qilaydigan. Birgina dada degan so'zingga zorman. Dada deb aytsang bo'ldi. Men mana shu narsadan hammasi senga dedi. Shu menga aytsa bo'ladi, hech men oldimdan chiqmaydi. Otajon deb jaraman. Men oldimdan faqat uy tozalash chiqadi, kasa tovoq chiqadi, bolalarimni po'q pampers chiqadi, erimni so'kish chiqadi. Boshqa narsa chiqmaydi. Selardan nima chiqadi? Men hayron qolaman. Qaytib odamlar oldida shunaqa boyliklar chiqib qolaveradi. Tavba. Uf, charchab ketdim. Men muncha ko'p gapirdim. Shunday ham miyam ishlayapti, ham o'zim ishlayapman, ham og'zim ishlayapti, ham tanam fitnessga borishim ham shart emas. Shu ishlarim uchun agar menga Oskar berganda, meni uyim Oskar bo'lib ketardi. Menga balki faqat kuni bilan nima ish qilding degan savolni beradi. Undan tashqari shuncha yil ichida qo'lga kiritgan yutuqlarim, jeb jotasan, tekin xo'rsan, erini topgan pulni jeb jotaydigan bir kuydirgi xotin degan nominatsiyalarda g'olib bo'lganman. Voy Xudoyim, mana idish tovoqlardan o'zingizni sevishga hayotda vaqt bo'lmaydi-da. Yana psixologlar o'zingga vaqt ajratib, o'zingni sevdingiz. Nima bila, ular uyda odamlar oshqozon ishlamaymi? Bizlarda har kuni katta tovuq chiqadi. Yechakda ishlagandan keyin, tekin ishchi bo'lgandan keyin kunda nasib tashlaydi, kunda tozalaysan-da. Qaratchi bir kun televizorda ko'rib qoldim-da, shunaqa narsa bizga hech duch kelmaydi. Shunaqangi boy ota bo'ladi-da, hamma bolasiga, "Ma bolajonim, bunida mana boylik senga" desa, "Uni kerak emas" dedi. Tom ketganmi? Menga ber shu narsani. Qizlarga shunday millioner erlar chiqib qoladi. Men har balani podarka qilaydigan. Birgina dada degan so'zingga zorman. Dada deb aytsang bo'ldi. Men mana shu narsadan hammasi senga dedi. Shu menga aytsa bo'ladi, hech men oldimdan chiqmaydi. Otajon deb jaraman. Men oldimdan faqat uy tozalash chiqadi, kasa tovoq chiqadi, bolalarimni po'q pampers chiqadi, erimni so'kish chiqadi. Boshqa narsa chiqmaydi. Selardan nima chiqadi? Men hayron qolaman. Qaytib odamlar oldida shunaqa boyliklar chiqib qolaveradi. Tavba. Uf, charchab ketdim. Men muncha ko'p gapirdim. Shunday ham miyam ishlayapti, ham o'zim ishlayapman, ham og'zim ishlayapti, ham tanam fitnessga borishim ham shart emas. Shu ishlarim uchun agar menga Oskar berganda, meni uyim Oskar bo'lib ketardi. Menga balki faqat kuni bilan nima ish qilding degan savolni beradi. Undan tashqari shuncha yil ichida qo'lga kiritgan yutuqlarim, jeb jotasan, tekin xo'rsan, erini topgan pulni jeb jotaydigan bir kuydirgi xotin degan nominatsiyalarda g'olib bo'lganman.